Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Mana bugungi ishimiz nihoyasiga yetdi. Bugun sement tushirdik. 500 marka sementdan chiqaryapmiz. Juda ham sifatli. Bugun sinab ko'rdik. To'g'risi birinchi marta sinab ko'rishimizni tavsiya qilishgan edi. Oldin zavod xalta koncha 400 marka ishlatardik. Buni ishlatib ko'rdik, farqi lekin birdaniga sezildi. Juda ham sifat zo'r bomba. Mana gipslarimizga ham gap yo'q, juda ham zo'r. Yoki Buxoroning eng oliy sifatli gipslaridan, oliy navli gipslaridan. Sementimiz ham zo'r, gipsimiz ham. Shunga qarab mahsulotlarimiz ham zo'r chiqyapti, xudo xolasa. Hali hech qancha bularning chiqqaniga burchalarni ko'rishingiz mumkin. Hech qancha bo'lgani yo'q. Juda ham ajoyib chiqyapti. Kimga kerak bo'lsa, zakaz qilaverasiz. Ekranga nomerlarni qoldirib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida ishlab chiqaramiz. Joydagi narxi 13 ming so'm yuklab beramiz. Shu 13 ming so'mning ichida yuklab beramiz. Kelishilgan holda dastavka xizmatlari ham bor. Latogli, tombalik hammasidan bor. Mana bu yoqda o'tgan yildan qolgan bloklarimiz ham bor, latoglik bloklar. Mana o't ichida turuvdi. Zo'r turibdi. Yomg'irga erib ketadi, to'kilib ketadi deganlar, mana ko'rib qo'yishlaring mumkin. Hech narsa qilmaydi, yomg'irga ham, boshqa narsaga ham. Mana o'zi qalinligi ham hech qancha qalin emas, o'zi bir 5-6 sm stenasi. Mana shu yil yomg'ir juda ko'p bo'ldi, o'zi hamma joyga ham ko'p bo'ldi, O'zbekiston hamma viloyatiga ham ko'p bo'ldi. Hech narsa qilgani yo'q, mana shuncha yomg'irda erib ketmadi bloklarimiz. Bemalol ikkilanmay olib ishlatsangiz bo'ladi. Vahma qurtdan aziyat chekayotganlar bemalol olib ishlataveringlar. Qurt yemaydi, garantiya. Sinab ko'rganmiz, yedirib ham ko'rganmiz, yeyolmagan. Naborot qurtlar bir-birini yeb qo'ydi. Mana bu yoqda teshiklik bloklarimiz ham bor. Mana bu yoqda yangi quyib yana qo'yib taxlab kelishyapti. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefonlarimiz 724 ishlaydi. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz rivojiga o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar.